Uyimizni oldiga biz tuproq chiqarib qo'ygan edik. Bugun shuni xo'jayinim bilan o'g'lim tozalab qo'ydilar. Ya'ni yangi qo'shnilarimiz bor, hali ko'chib kelmagan. Shularga iltimos qiluvdim, mayli opa, chuqur joy bor, shu yerga tashlang dedilar. O'g'lim toshib tashladi. Assalomu alaykum. Shaharga yo'l oldim yana. Uyimizda oldida tuproq uyilgan edi. Uyda ichkari tarafdan chiqargan edik. Shuni o'g'lim bilan dadasi olishyapti. Hozir men shahardan chiroyli gulchalar olib kelaman. Uyimizda atrofiga gul ekib qo'yamiz. Gullab yashnash uchun. Achqita qopti demanglar. Oldimda quyosh, ertalab bo'lgani uchun quyosh xalaqit qilyapti, shuning uchun achqini topib oldim. Mana quyoshdan o'tib oldik. Oldin quyosh o'sib turuvdi. Achqini olib qo'ysak ham bo'ladi. Shaharga ikkita masalada boryapman. Gul olaman. Mayda to'maloq gulchalar bor-ku, chiroyli. O'shandan olaman. Yana bir nimaga boryapman, o'xshasa topolsam ko'rsataman. Svetoforni qiziliga keldik. Do'konlarga kirib chiqaman. Topolsam o'sha narsani. O'zi arzimas, lekin topilish qiyin bo'lyapti. Topolmasam sizlarga murojaat qilishim mumkin. Topishasizlar. Nechta bering? Mana shundan 10 ta bering. 95. 95 yana bor. Undan keling mana bu qolganiga 100lik. Mana bu farqini ko'rib qoladi. Mana bu gilamchalar. Ha, eslatib. Ana shundan. Ha, nechtadan kerak? 10 ta bering. Mana bunisidan ham 10 ta bering. Bermaydi, Ha, shundan ham 10 ta bering. Ana shu fioletvisdan ko'proq soling. Ha, lana sariq gulchadan. Oranjeviy bor. O'sha qancha edi? 10 ta bering. Ha, mayli. 10 ta qo'ying bo'lmasa. To'g'ri, gullar bozoriga kirdim. Gullar bir-biridan chiroyli, odamni ko'zi quvonadi. Qaysi birini olishni bilmaysan. Bir yaxshi opammi, singlim bor. Oldin ham shu kishidan oluvdim. Bugun ham shu qizimizni oldiga bordim. Ham arzon, ham muomalalari biram yaxshi, baraka topsinlar. Xullas, faqat gullar bilan qaytdim. Ikkinchi narsamni topolmadim. Uyga kelsam tuproqlar olinib bo'linibdi. Lapatka bilan yerni ag'darib yotuvdik. Yomg'ir yog'ib qoldi. Ishimiz chala qoldi. Keyin xo'jayinim qudalarnikidan Asilaxonni olib kelishga ketdilar va Asilaxonni olib keldilar. Aql. Mushukchamni taniysizlar, ya'ni meshimayimni. Qayerga borsak o'sha yoqqa boradi. Xuddi qo'lidan bir ish kelayotganday, oyog'imiz tagiga o'ralashib olib. Kechga qaralab yomg'ir tindi. Biz bobosi, men va Asilaxon yana gullar ekishga tushdik. Bobosi yerni tekislab juya olib berdilar. Asilaxon bilan men gullarni ekishni boshladik. Ko'rib turganlaringizdek, ariq yonginamizda suvdan qiynalmaymiz. Albatta mehr bilan ekyapman. Gullarim gullab yashnasin ilohim. Chunki yerni tagida toshlar judalar ko'p ekan. Ko'zim ko'rganini olib tashladim. Xo'jayinim biogomis nurisidan yarim xaltacha bozordan olib keldilar. Faqat gullarim tagiga yetdi. Ertaga Xudo xohlasa atrofiga uyda gul urug'larim bor. Sepib tashlayman. Asilaxon bizga ozgina xalaqit qildi. Momajon, men ekaman gulni, menga bering deb bir balo qilib aldadim. Sen bobom bilan menga gullarni yetkazib beringlar. Men ekaman, chunki bozorchi opa Asila eksa olib ketaman gullarimni dedim. Yosh bolada ishondi. Xo'p momajon, siz eking, lekin men sizga berib turaman deb bobosida gullarni olib menga berib turdi. Yomg'ir yoqqani uchun yerlar nam, yosh bola shamollab qolmasin deymanda. Bolada hamma narsaga qiziqadi. Oranjeviy gulchalarni ushlab olgan. Bu gullarni uyimga olib ketaman deb. Xo'p, senga shu gulchalardan bozorga borib olib beraman, xo'pmi dedim. Xo'p, onajonimga aytaman, bizlar ham uyimizga chiroyli qilamiz deydi. Senga gul olib berib yuboraman deganimdan keyin Asilaxon menga paxta qo'yishni boshladi. Momajon, sizni yaxshi ko'raman, bitta o'pay deb o'pkalari kelib qoldi. Xullas, gullarimizni uchovlashib ekib bo'ldik va bobosi bilan men ariqdan satillab suv quyib turdik. Xuddi suv quyganday to'ldirdik. O'zi ham 40-50 satil suv quydik-da. Ha, obunachilarim, yurakchani bosib, qizil qilib ketish esdan chiqmasin. Sapshinalarga ham uzoq qoldiringlar. Albatta pomidorim bilan gullarim sizlarga ko'rsatib boraman. Ha, aytgancha, pomidorim hozircha zo'r yashnab turibdi.